o'tkazib, qaynavatgan qozonga silib, bir qaytiblam süzüb elib olamiz. Bundaqa vaqtimizda turpning qirtiq ta'mi qaynoq suv chiqib ketadi. Endi buni sovuq suvda bir chaqib keyin qo'limizning olqini qilib, suyini ching siqib saqitib elib olamiz. Ko'rib mishak kapsizlar tuqqanlar har kun shunga o'xshash qulay ham yeyishib bo'lgan taomlarni tushunib o'tdimi? Qo'llash ustidan inkas rayniga jiqaqsiz gullarni avatib, meni rag'batlantirishni unutib qolmanglar. Qo'llig'ingizga rahmat. Qiymaning ta'mlik chiqish uchun azroq tuz, kava uchun oni, azroq shongchu. Cho'ng ustamning yangidan bozorga chiqqan chamg'ur jangyosidan bir qo'sh qatrabida qo'yib bitamiz. Chamg'ur jangyosining alaylikligi Xinjiangning ala sifatli chamg'urni xamasha qilib ishlagan. Ta'mi o'zgacha bo'lib, taomlaringizning ta'miga tam qo'shib bergandan sirt shirnizni oshirdi. Go'shtga azroq suv qo'yib yaxshi bir aralashtirib olamiz. Cho'ng ustamning cho'ngliqi bor qiymaslarni ishlatib sinab beqinglar, ta'mi kep ketmaydi. Endi bularni aralashtirishga atlik bo'lish uchun cho'ngroq bir qachiq silib, so'ng piyozni ushiq to'g'rab silib bitamiz. So'ng piyoz maysitdim azroq qo'shib etdim, ajoyib mizlik chiqdi. Arqadan qizg'an mayni ustiga qo'yib mizlik puraq chiqarib olgandan keyin qiymliq tomoqda tutqizdim, azroq silib etdim. Endi bularni yaxshi aralashtirib olsaqla o'xshagan qiymamiz tayyor bo'ldi. Men bugun tayyor jilb ishlatdim. Banshirning tugish usulini tafsili qilib chiqarib bersangiz bo'ladi degan tuqqanlarimiz jiq bo'lganligi uchun mana tafsili qilib videoga tortib yo'llab qo'ydim. Mush bo'yicha aldırmay tügüp tayyorlab olsanglar bo'ldi. Mana banshirlarimiz tugilib bo'ldi. Endi buni qaynayotgan qozonga silib 5 minut qaynatiblam. Süzüp elib ochiq suvlar bilan yeydigan bo'lsanglar, ajoyib ishtayinglarni ochadi jumu. Qaranglar o'xshab ketganiga. Tam xurishlari dal joyiga kelib ajoyib yeyishlik bo'lib ketibdi jumu. Oilda cho'nglarga manda banshir etib birdigan